Respublikamiz bojxonachilari tomonidan jamiyat osoyishtaligi, iqtisodiy xavfsizlik va yurtdoshlarimiz salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan qator tovar moddiy boyliklarning noqonuniy olib kirilishining oldi olinmoqda. Jumladan Toshkent shahar bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda Chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Natijada avvaldan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi avtotransport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida 4 turdagi 646 dona tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Shuningdek, davom ettirilgan tekshiruvlar natijasida ushbu shaxsga tegishli bo'lgan do'konda ham 787 dona elektron sigaretalar va boshqa tamaki mahsulotlari saqlanayotganligi fosh bo'ldi. Faqatgina shu emas, mazkur fuqaroning Mirobod va Chilonzor tumanlarida joylashgan vaqtincha istiqomat qilayotgan xonadonlari ham belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida bu yerda ham 5183 dona elektron sigaretalar va tamaki mahsulotlari borligi fosh bo'ldi. O'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor qidiruv tadbirlari davomida umumiy qiymati 800 million so'mlik salkam 7000 dona aksiz markalari bilan qadoqlanmagan elektron sigaretalar va tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga o'z vaqtida chek qo'yildi. Navbatdagi holat Namangan viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda fosh bo'ldi. Chortoq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda oldindan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi avtotransport vositasi yukxonasidan 10 ming quti tamaki mahsulotlarini boshqa bir shaxs qabul qilib olayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Muqaddam aylanma yo'llar orqali noqonuniy ravishda olib kirilgan, tegishli hujjatlari va aksiz markalariga ega bo'lmagan 10 ming quti tamaki mahsulotlaridan tashqari 2 turdagi 1620 dona dori vositalari borligi ham aniqlandi. Yana bir holat Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasining Sariosiyo temir yo'l chegara bojxona postida fosh bo'ldi. Qo'shni davlatdan kirib kelgan temir yo'l poyezdi tarkibidagi yuk vagonlari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilishi davomida yo'l yuk kuzatuv hujjatlariga ko'ra vagonlardan biriga kafil mahsulotlari ortilgan bo'lishi lozim edi. Ammo tekshiruv natijasida vagonda boshqa mahsulotlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Xususan, vagonning turli qismlariga polietilen qoplar va qog'oz quti ichida 5 turdagi jami 120510 dona psixotrop dori vositalari yashirib qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqorida keltirilgan barcha holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.